Juda ko'pchilikning xonadonida uzum daraxti bor. Hozir men sizlarga uzumni qanday xomtok qilishni ko'rsatib beraman. Xomtok qilish desa, ko'pchilik uzumning barglarini yulishni tushunadi-da, to'g'ri xomtok qilishni. Qanday? Masal, mana shu bitta ko'chat misolida ko'rsatib beraman. Mana shu 3 yoshar ko'chat mana. Bu yerdan boshlab bitta novda qoldirilgan kuzda. Mana hosillari, bu uzumimiz gigant. Navi juda ser hosil mana. Har bitta kurtagidan hosil chiqarib tashlagan mana. To'liq hosil. Biz buni xomtok qilishda umumiy qoidalar bor. Shularning eng birinchi qoida, bog'ingiz shpallerda bo'ladimi, yerda o'sadimi yoki voyishda bo'ladimi? Umumiy qoidalar bor. Mana bitta kurtakdan ikkita chiqqan mana. Bitta kurtakdan ikkita chiqqan mana. Ba'zilari 3 ta chiqqan mana. 3 ta. Ana shular bittasini qoldiramiz mana. Uzumi bo'lsa ham, bo'lmasa ham olib tashlash shart buni. Mana. Bitta qoldiramiz. Xomtok qilishda qachon boshlash kerak? Ko'pchilik ikki qarshi o'sishini kutadi novdaning. Aslida xomtokni qancha erta qilsak, shuncha uzumga foydali bo'ladi. Mana bu joyini hozirda qo'l bilan mana shunday qilib sindirib olish juda oson. Ertaga bu sal baquvvatlashib ketgandan keyin buni joyida katta jarohat qoladi sindirib olgan vaqtda. Mana shu joyi bitishi qiyin bo'ladi. Va mana bu novda ham o'ynab qoladi. Shamolda sinish ehtimoli oshadi. Mana shunaqa qilib bitta qoldirib chiqamiz biz buni. Keyin takdan chiqqan nimjon uzumi bo'lsa ham nimjon novdalar olib tashlanadi. Mana. Va keyingi qismi mana bu tana qismi. Mana ko'pincha tanadan chiqqan novdalar juda baquvvat o'sib ketadi. Ularda uzum hosillari bo'lmaydi mana. Hosili yo'q. Tana qismini tozalab tashlanadi. Bular so'ruvchi novda hisoblanadi. Ertaga juda baquvvat, kuchli o'sib ketadi mana. Hozir biz bunga takdan chiqqanini olib tashlaymiz. 1, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7, 8 ta hosil qolyapti. Bu ham juda ko'p. Aslida bunga 4 bosh yetadi. Uzum tanasi juda kichkina bo'lganligi uchun hozircha biz buni qoldiramiz qolganlarini, chunki sal shamollarda sinish ehtimollari bor buning. Bizga hozircha mana shunday anchagina oralar ochilib qoldi. Biz buni qancha erta bajarsak, bu shuncha shamolda qatadi, ya'ni quyosh nuri tushyapti, baquvvatlashadi. Ana bitta ko'chatimiz xomtok bo'lib tayyor bo'ldi. Mana shu holatda.